Assalomu alaykum, Gold Klinik kuzatib boruvchilari. Mramorli fasadli plitamizda bitgan xonadonimiz. Juda ham go'zal chiqqan. Sokoliga Shurshabiy mokriydan berganmiz. Laklanganda shu holatga kelib juda ham go'zal bo'lib qoladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu uyga aylantirib qilib berganmiz. Burchaklariga o'zimizning Gold Klinikda Gladki GSK dan berganmiz. Juda ham go'zal, hashamatli chiqqan. Darvozani chekalariga mana sokollikdan aylantirib qilsa, juda ham chiroyli chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. Keyin ko'pchilik savol beradi. Derazalarda atkosi nima bo'ladi deb. Mana atkosiga tunika fondan chiroyli qilib atkos qilinadi. Uyimiz eski holati bu holatda edi. Hozir mana ko'rishingiz mumkin.